La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Aslida bizda havl ham yo'q, kuch ham yo'q, imkoniyat ham yo'q, quvvat ham yo'q. Faqat Allohning bergan quvvati bor. Alloh bunga qodir degan duo. Nega bugun ko'pchilik qiyin ahvolga tushib qolyapti? Savol. Odam, inson toyinki bir amalni men o'zim uddalayman degan fikrga keldiki, u albatta qiyin ahvolga tushadi. Alloh taolo bizga Rasululloh orqali nimani o'rgatyapti? Bizda quvvat yo'q, biz o'zi hech narsani uddala olmaymiz. Agar Alloh quvvat bersagina uddalaymiz. Alloh taqdir qilgan bo'lsa olamiz. Alloh bersa olamiz. Bo'lmasa yo'q. Ummi hayati wa jannati انت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي